Assalamualaikum hürmetli yurttaşlar. Xudo xolasa yana bir xonadonimizni eshiklarini bitirib berdik. Mana shavat o'rnatib berdik eshiklarimizni. Bu ishlarimiz yana aynalisi, kalyon aynalisi bo'ldi. Qarshi hozirgi trendda bo'lib turgan svet. Ham eshigimizni sveti korona svet deb aytiladi. Общий fonda ko'rsanishi bu eshigimiz 1.50 2.15 bo'ldi razmeri. Nalışıklarla oyuluşları oymada baytıladı. Kulaklarımız 4 kulaktan kalkılan. Bu aynamız ham ağır boladı. Eşikimiz çırayla görsenirken skromli variantta. Yani sapa joplarımız ham 2 kadar kalkılan sapa joplarımız. Kanonalarımızın belirtli 30 cm işlet verdik. Yani çırayla kırıp 3D variant takıldık. Nalışıkların üstlerine. Bu eshigimiz yine bahalarını aytib etamiz. Zamoklarımız yine sonra kilitlen zamokta 5 kilitli zayg'dan o'tib. Yine zamoklarımız o'rnatishları. Yine original zamok. Yine açıp şey. Kolojunda açıp eklenadi. Yine 2 marta original. Yine aynalısımız ham çırayla tushdi. Bu dalı anlatıp verdik. Çırayla katta eshik oldu. Bu xonadonimizga 3 eshik o'rnatib berdik. Görüp bu haber parvarsiyunda bu bir eshikimiz. Bu 92 ohm bo'ldi. Yana bu eshikimiz ham çırayla chiqdi. Yana koronalar ham bo'rtma bo'ldi. Nalışıkları oyma variantda yana. Bu resimimizni ko'rsaniz, quloqlar ham safed, çırayla qilib chiqarib berganmiz. Yana zamokları, yana zamoklarni qo'yish jarayonlari stanokda qo'yiladi ichki. Eshikimiz arka tarafı. Yana açıp eklenadi. Yana kolojunda açıp eklenadi. Даже parmakla basmak şart emas. Yana yan başımız ovallik qilib tig'lan nikkamız ham ichkini. Общий fonda ko'rsanishi. Yana bu eshikimiz ham chiroyli chiqdi. Mana sapa joqlari yana 2 qator etib qo'yilgan. Bu chifti 08 deb aytiladi. Yana 08 variantda. Oyma varianti yana. Chiroyli qilib gullarni ham oyma qilib berganmiz. Yana koronalarni ham bo'rtma etib ishlab berganmiz. Yana bunga 4 quloq qo'yganmiz eshigimizga. Yana Xudo xolasa görüp bu haber paravarası. Bu eshigimiz ham yana shu boshlatgani chiroyli chiqdi. Xudo xolasa görüp bu haber paravarası. Bu eshigimizga keladigan bo'lsak, eshigimiz bu 3 milyon eshikning o'zi bo'ldi, 1 milyon aynalisi bo'ldi, 4 million tushdi eshigimiz. Mana shu katta razmerda bu 1.50 2.15 ekan. Lekin chiroyli chiqdi dalani. Eshikimiz 3 milyon, aynalisi 1 milyon bo'ldi. Shunga iminni ahamiyat etasa. Telegram gruppalarımızdan tashib qo'yamiz. Telegram gruppalarni ham описаниеda qoldiramiz. Bu eshikimiz bahasına giradigan bo'lsak, bu eshikimiz shu duruşu zamoki, nalışık, korona merzi bilan 92 ohm 1 milyon 600 ming so'm o'rnatib berdik. Nalışıklar ham o'yma variantda. Sırayla 4 quloq qo'yib berganmiz. Az şu duruşu общий 1 milyon 600 ming so'm. Bu eshigimizda endi nalışık koronalar ham tayyor. Bu koronası, bu nalışıklar yana. Bu eshigimizga qo'yib bermadik, hali bu buziladigan yerlari bilan barni buzish kerak ekan. Bam kolojunda açıp eklenadi. Даже dastani bosmak ham shart emas. Kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlaringizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa yurib bu xabar boraversa. Mana shavata o'rnatib berdik bu eshigimizda.